Bugungi mavzu har bir O'zbekistonlikka tegishli. 12 avgustdan keyin ayrim ishlarni eski odat bo'yicha qilish. Keyin bilib olaman. Menga tegishli emas deb yurish juda qimmatga tushishi mumkin. Chunki yangi qonun va qoidalar nafaqat hujjat topshiradiganlarga, balki pul o'tkazadiganlarga, uy-joy oldi sotib qiladiganlarga, chet elga chiqadiganlarga bo'lasi. Ota-onasi yoki yaqinlari nomidan ish yuritadiganlarga ham ta'sir qiladi. Men bugun sizga oddiy tilda tushuntiraman. Oldin qanday edi, endi nima o'zgarish kerak, kimda muammo bo'lmasligi mumkin va eng muhimi, bugundan boshlab nima qilish kerak. Videoni oxirigacha ko'ring, chunki bitta kichik xato ariza rad etilishi, jarima to'lovining to'xtab qolishi yoki muhim huquqdan foydalana olmaslikka olib kelishi mumkin. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, like bosing, chunki bunday ma'lumotlar vaqtida eshitilsa foyda beradi. Oldin ko'pchilik ishlarni odat bo'yicha hal qilardi. Masalan, kimdir hujjati familiya bir joyda boshqacha, boshqa joyda boshqacha yozilgan bo'lsa ham mayli tushunishadi deb yurardi. Kimdir yashash manzili o'zgarganini rasmiy tizimlarda yangilamasdi. Kimdir mashina yoki uy oldi sotisida pulni og'zaki kelishuv bilan berardi. Keyin esa hujjatni keyinroq qilamiz derdi. Kimdir chet elda ishlayotgan bo'lsa, O'zbekistondagi hisob raqami, soliq ishonchnoma, qarindoshiga berilgan vakolat masalalarini tartibga solmasdi. Yillar davomida bunday holatlar ko'p joyda ko'z yumib o'tib ketgan bo'lishi mumkin. Lekin yangi qoidalar kuchayganda tizimlar bir-biri bilan solishtiriladi, ma'lumotlar tekshiriladi. Rasmiy yozuvlar bir-biriga mos kelishi talab qilinadi. Eng katta o'zgarish shundaki, endi og'zaki tushuntiraman degan yondashuv kamroq ishlaydi. Davlat xizmatlari, banklar, notariuslar, soliq organlari, migratsiya va boshqa idoralar ma'lumotni elektron bazalar orqali tekshiradi. Sizning pasportingizdagi ism, familiya, JSHR raqamingiz, yashash manzilingiz, nikoh holatingiz, mulkingiz, kreditlaringiz, jarimalaringiz, daromadingiz, ishonchnomalaringiz va boshqa ma'lumotlar bir-biriga bog'lanib boradi. Agar bir joyda xato bo'lsa, u xato boshqa jarayonni ham to'xtatishi mumkin. Masalan, avval bir odam bankdan karta ochish uchun borganida eski pasport ma'lumoti bilan ham ish bitib ketgan bo'lishi mumkin. Endi bank mijozini aniqlash jarayonida ma'lumotlar mos kelmasa, operatsiyani to'xtatishi, qo'shimcha hujjat so'rashi yoki xizmat ko'rsatishni vaqtincha cheklashi mumkin. Yoki notariusda uy oldi sotdi qilayotganda mulk egasining oilaviy holati, turmush o'rtog'ining roziligi, qarzdorlik yoki taqiq bor yo'qligi tekshiriladi. Bitta nomuvofiqlik bitimni bir necha kunga emas, ba'zan bir necha haftaga cho'zadi. Men birinchi navbatda kimlar bu o'zgarishlarga jiddiy qarash kerakligini aytaman. Birinchi guruh hujjatlari eski, muddati tugagan, yo'qolgan yoki ma'lumotlari turlicha yozilgan odamlar. Agar pasportingizda bir xil, tug'ilganlik haqidagi guvohnomangizda boshqacha, diplomingizda yana boshqacha yozuv bo'lsa, buni mayda narsa deb qoldirmang. Masalan, ismingiz bir hujjatda Shohrux, boshqasida Shohrux bo'lib qolgan bo'lsa, sizga oddiy ko'rinadi. Lekin elektron tizim uchun bu ikki xil shaxsdek ko'rinishi mumkin. Natijada ariza qaytadi, to'lov tasdiqlanmaydi, notarial harakat kechikadi yoki chet elga hujjat topshirishda muammo chiqadi. Ikkinchi guruh mulk bilan ish qilmoqchi bo'lganlar. Uy, yer, avtomobil, ulush, meros yoki sovg'a shartnomasi bo'yicha harakat qilayotgan odamlar yangi talablarni juda diqqat bilan tekshirish kerak. Oldin ko'p oilalarda uy otamning nomida, lekin hamma biladi bu meniki degan gaplar bor edi. Huquqiy jihatdan esa mulk kimning nomida bo'lsa, asosiy huquq o'sha odamda bo'ladi. Agar 12 avgustdan keyingi tartibda bitimlar yanada puxta tekshirilsa, og'zaki kelishuvning qiymati deyarli qolmaydi. Masalan, aka, uka orasida uy bo'yicha kelishuv bor, pul berilgan, lekin notariusda rasmiylashtirilmagan. Oradan vaqt o'tib, meros masalasi chiqsa, hujjatda kim ko'rsatilgan bo'lsa, tizim o'sha ma'lumotga tayanadi. Biz oilada boshqacha kelishganmiz degan gap sudda ham, idorada ham alohida isbot talab qiladi. Uchinchi guruh chet elda ishlayotgan yoki tez-tez safarga chiqadigan fuqarolar. Agar siz Rossiya, Qozog'iston, Turkiya, Koreya, Yevropa yoki boshqa davlatda bo'lsangiz, O'zbekistondagi ishlaringizni qarindoshim bor, o'zi yuradi deb qoldirmang. Ishonchnoma muddati, vakolat doirasi, bank operatsiyasi, notarial harakat, soliq va kommunal to'lovlar alohida nazorat talab qiladi. Masalan, siz akangizga faqat kommunal to'lovlarni to'lash uchun ishonchnoma bergansiz, lekin u sizning nomingizdan uy sotish yoki bankdan ma'lumot olishga haqli emas.
Yangi tartiblar sharoitida idora u sizning akangiz-ku deb emas, ishonchnomada nima yozilganiga qarab qaror qiladi. 4-guruh qarz, aliment, jarima yoki soliq majburiyati bor odamlar. Ko'pchilik jarimani mayda narsa deb o'ylaydi. Masalan, bir 30 ming so'm yoki 300 ming so'mlik jarima o'z vaqtida to'lanmaydi. Keyin boshqa davlat xizmatidan foydalanmoqchi bo'lganda, avtomobilni sotmoqchi bo'lganda yoki bank amaliyoti qilmoqchi bo'lganda cheklov chiqib qoladi. Agar yangi tartiblar bo'yicha ma'lumot almashinuv kuchaysa, kichik qarzdorlik ham katta ishni to'xtatadi. Men amaliyotda shunday holatlarni ko'p ko'rganman. Odam 700 ming so'mlik eski qarz sababli millionlab so'mlik bitimni vaqtida yakunlay olmaydi. 5-guruh tadbirkorlar va o'zini o'zi band qilganlar. Yangi qoidalar ko'pincha shaffoflikni oshirishga qaratiladi. Bu degani daromad, to'lov, shartnoma, elektron hisob, kassa, bank aylanmasi kabi masalalar ko'proq ko'rinadi. Agar siz xizmat ko'rsatsangiz, internet orqali savdo qilsangiz, ijaraga uy bersangiz yoki ustachilik, go'zallik xizmati, ta'lim, yetkazib berish kabi ishlar bilan shug'ullansangiz, rasmiy maqomingizni tekshirib qo'ying. Bugun oyga 3 million so'm tushum olayotgan odam men oddiy ishlayapman deb o'ylashi mumkin. Lekin bank aylanmasi muntazam bo'lsa, soliq organi buni daromad sifatida ko'rishi mumkin. Bu yerda maqsad odamni qo'rqitish emas. Masala shundaki, tartibsiz ish keyin jarima, bloklanish yoki tushuntirish xati bilan tugashi mumkin. Endi kimlar kamroq xavotir olishi mumkin? Agar hujjatlaringiz to'liq, pasportingiz amalda, yashash manzilingiz to'g'ri. Mulk hujjatlaringiz rasmiy, qarzdorliklaringiz yo'q. Bank kartalaringiz o'z nomingizda, ishonchnomalar aniq yozilgan bo'lsa, sizda katta muammo bo'lmasligi kerak. Lekin men tartibdaman deyish uchun taxmin yetarli emas. Buni tekshirish kerak. Chunki ko'p odam muammoni ish boshlanganda biladi. Masalan, uy sotmoqchi bo'ladi. Shunda kadastrda eski xatolik chiqadi. Chet elga hujjat topshiradi. Shunda familiya transliteratsiyasi mos kelmaydi. Kredit olmoqchi bo'ladi. Shunda eski qarz yopilmagani ko'rinadi. Real misol qilib olaylik. Bir oila kvartira sotib olmoqchi. Narxi 600 million so'm. Xaridor 100 million so'mni oldindan beradi. Qolganini bank krediti bilan yopmoqchi. Hujjat tekshirilganda sotuvchining turmush o'rtog'i roziligi kerakligi aniqlanadi, lekin u chet elda. Ishonchnoma yo'q. Natijada bitim to'xtaydi. Xaridorning bergan puli xavf ostida qoladi. Sotuvchi esa boshqa xaridorni yo'qotadi. Agar ular oldindan notariusga borib kerakli rozilik va ishonchnomani tayyorlaganida bu muammo bo'lmasdi. Yana bir misol. Bir yigit chet elga ishlashga ketmoqchi bilet olgan. Ish beruvchi bilan gaplashgan. Lekin pasport ma'lumotlarida eski xatolik bor yoki unga nisbatan to'lanmagan jarima chiqadi. U buni aeroportda yoki hujjat topshirish paytida bilsa, eng katta zarar vaqt va pul bo'ladi. Bilet kuyadi. Ish beruvchi kutmaydi. Oilasi reja qilgan daromad kechikadi. Shuning uchun men har doim aytaman, safar oldidan faqat chamadon tayyorlanmaydi, hujjat ham tayyorlanadi. Endi istisnolar va ko'pchilik e'tibor bermaydigan nozik joylarni tushuntiraman. Birinchi nozik masala, har bir qoida hammaga bir xil ta'sir qilmaydi. Ba'zi talablar faqat yangi ariza topshirayotganlarga, ba'zilari eski hujjatni yangilayotganlarga, ba'zilari esa muayyan toifadagi fuqarolarga tegishli bo'lishi mumkin. Shuning uchun qo'shnining holatini o'zingizga to'liq ko'chirmang. Qo'shningizning arizasi o'tgan bo'lsa, sizniki ham o'tadi degani emas. Sizda bitta qo'shimcha qarzdorlik, bitta eski kadastr xatosi yoki bitta noto'g'ri yozilgan ism bo'lsa, natija boshqacha bo'ladi. Ikkinchi nozik masala muddat. Qonun yoki qoida kuchga kirgan sana bilan sizning arizangiz topshirilgan sana bir xil ahamiyatga ega bo'lmasligi mumkin. Masalan, kimdir 10 avgust kuni ariza topshirgan, lekin ko'rib chiqish 12 avgustdan keyin bo'lgan. Bunday vaziyatda qaysi tartib qo'llanishi hujjat turiga, ichki reglamentga va o'tish qoidalariga bog'liq. Shuning uchun men oldin topshirganman degan gapni hujjat bilan isbotlash kerak. Ariza raqami, qabul qilingan sana. Kvitansiya, elektron kabinetdagi bildirishnoma saqlanib turishi kerak. Uchinchi nozik masala, elektron tizimdagi xatom sizga zarar yetkazishi mumkin, lekin uni tuzatish uchun dalil kerak. Tizim xato qilyapti deyish yetarli emas. Masalan, siz jarimani to'lagansiz, lekin tizimda hali qarzdorlik ko'rinmoqda. Bunday paytda to'lovchiki, bank kvitansiyasi, to'lov sanasi, tranzaksiya raqami kerak bo'ladi. Agar chekni yo'qotgan bo'lsangiz, bankdan ma'lumotnoma oling.
Elektron to'lov qilgan bo'lsangiz, ilovadan PDF yoki skrinshotni saqlang. Men doim maslahat beraman. Muhim to'lovni qilgandan keyin kamida bir necha oy kvitantsiyani alohida papkada saqlang. 4-chi nozik masala ishonchnoma. Ko'pchilik umumiy ishonchnoma degan so'zga ishonib qoladi. Lekin har bir harakat uchun aniq vakolat kerak bo'lishi mumkin. Uy sotish, pul olish, bank hisobini boshqarish, sudda vakillik qilish, hujjat topshirish, pasport olish, bolani chet elga olib chiqish. Meros ishini yuritish bir xil vakolat emas. Agar ishonchnomada mulkni sotish huquqi bilan deb yozilmagan bo'lsa, qarindoshingiz notariusda ishni bitira olmaydi. Agar pul mablag'larini olish huquqi ko'rsatilmagan bo'lsa, bank pul bermasligi mumkin. Shuning uchun ishonchnoma yozdirayotganda hammasiga bo'lsin. Demak, balki qilinadigan ishlarni aniq sanab bering. 5-chi nozik masala voyaga yetmagan bolalar bilan bog'liq hujjatlar. Bolani ro'yxatdan o'tkazish, maktabga joylash, chet elga olib chiqish, mulk ulushi, aliment, vasiylik kabi masalalarda ota-onaning roziligi, sud qarori yoki tegishli idora ma'lumotlari talab qilinishi mumkin. Masalan, ona bolasi bilan chet elga chiqmoqchi, ota esa boshqa shaharda yoki boshqa davlatda. Oldindan rozilik hujjati tayyorlanmasa, safar kuni muammo chiqishi mumkin. Bu ayniqsa ta'til, o'qish yoki davolanish uchun ketayotgan oilalar uchun muhim. 6-chi nozik masala manzil. Ko'p odam real yashaydigan joy bilan rasmiy ro'yxatda turgan joyi farq qilishiga e'tibor bermaydi. Lekin xabarnoma, sud chaqiruvi, soliq bildirishnomasi, bank ogohlantirishi, davlat xizmatiga oid javob aynan rasmiy manzilga bog'lanishi mumkin. Siz u yerda yashamasangiz ham tizim uchun sizning manzilingiz o'sha bo'lib qoladi. Keyin men xabar topmadim deyish har doim ham yordam bermaydi. Shuning uchun manzilni yangilash oddiy formal ish emas. U huquqingizni himoya qiladigan vosita. 7-chi nozik masala internetdagi mish-mishlar. 13 avgustdan keyin hamma narsa taqiqlanadi. Hammani jarimaga tortishadi. Pul o'tkazmalari yopiladi. Uy sotib bo'lmaydi. Chet elga chiqish qiyinlashadi degan gaplar ko'payishi mumkin. Men bunday gaplarga juda ehtiyot bo'lishni maslahat beraman. Har bir xabarni rasmiy manbadan tekshiring. Hukumat portali, Adliya vazirligi, tegishli vazirlik yoki idoraning rasmiy sayfasi, davlat xizmatlari markazi, notarius, bank yoki soliq organining rasmiy izohi. Telegramdagi noma'lum kanal yoki tanishning audiosi huquqiy maslahat o'rnini bosa olmaydi. Endi nima qilish kerak? Men sizga aniq harakatlar ro'yxatini aytaman. 1-qadam, shaxsiy hujjatlaringizni tekshiring. Pasport yoki ID karta amal qilish muddatini ko'ring. Ism, familiya, otasining ismi, tug'ilgan sana, JSHR, raqami barcha asosiy hujjatlarda mos kelishini tekshiring. Agar diplom, nikoh guvohnomasi, tug'ilganlik guvohnomasi, kadastr hujjati yoki bank ma'lumotida farq bo'lsa, uni qayerda tuzatish kerakligini aniqlang. Buning uchun davlat xizmatlari markaziga boring yoki yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali ma'lumot oling. 2-qadam. Qarzdorliklarni tekshiring. Jarima, soliq, aliment, kredit, kommunal to'lov, ijro hujjati bo'yicha cheklov bor yo'qligini bilib oling. Buni bank ilovalari, soliq ilovasi, davlat xizmatlari portali yoki tegishli idoralar orqali ko'rish mumkin. Agar qarz chiqsa, darhol to'lang va to'lov chekining elektron nusxasini saqlang. Agar qarz sizniki bo'lmasa yoki allaqachon to'langan bo'lsa, ariza yozing. Arizada menga tegishli bo'lmagan qarzdorlikni tekshirib, ma'lumotlar bazasidan tuzatib berishingizni so'rayman. Mazmunida aniq talab bo'lsin. Arizaga pasport nusxasi, to'lov cheki, bank ma'lumotnomasi yoki boshqa dalillarni ilova qiling. 3-qadam, mulk hujjatlarini tartibga keltiring. Uyingiz, yeringiz, avtomobilingiz yoki boshqa mol mulkingiz bo'lsa, hujjatda egasi kim, taqiq bormi, garov bormi, ulushlar qanday ko'rsatilgan, kadastr ma'lumoti to'g'rimi, shularni tekshiring. Agar uy turmush davomida olingan bo'lsa, sotish yoki garovga qo'yishda turmush o'rtog'ining roziligi kerak bo'lishi mumkin. Agar meros masalasi ochiq qolgan bo'lsa, uni kechiktirmang. Hamma rozi degan og'zaki holat hujjat o'rnini bosmaydi. Notariusga borib aynan sizning holatingiz bo'yicha qaysi hujjatlar kerakligini yozib oling. 4-qadam. Ishonchnomalarni qayta ko'rib chiqing. Chet elda bo'lsangiz yoki yaqinlaringiz sizning nomingizdan ish qilishi kerak bo'lsa, ishonchnoma muddat tugamaganini tekshiring. Vakolatlar aniq yozilgan bo'lsin. Masalan, davlat xizmatlari markazlariga murojaat qilish, notarial harakatlarni amalga oshirish, bank hisob varaqlari bo'yicha ma'lumot olish,
mulkni sotish yoki sotib olish, pul mablag'larini olish. Sudlarda vakillik qilish kabi bandlar kerak bo'lishi mumkin. Har bir holatda notarius bilan maslahatlashib yozdiring. Chunki noto'g'ri tuzilgan ishonchnoma vaqt va pul yo'qotadi. 5-qadam muhim yozishmalarni og'zaki emas. Yozma qiling. Idoraga murojaat qilsangiz, ariza raqamini oling. Bankka borsangiz, javobni yozma yoki elektron shaklda so'rang. Notariusdan hujjatlar ro'yxatini aniqlang. Soliq yoki jarima bo'yicha savol bo'lsa, rasmiy kabinet orqali murojaat qiling. Telefon orqali aytilgan gapni keyin isbotlash qiyin. Elektron ariza, kvitansiya, xat, bildirishnoma esa dalil bo'ladi. 6-qadam, katta bitimlarda oldindan tekshiruv qiling. Uy sotib olayotgan bo'lsangiz, pulni berishdan oldin mulk hujjatlarini, egasini, qarzdorlikni, taqiqni, turmush o'rtog'i roziligini, kommunal qarzlarni tekshiring. Avtomobil olayotgan bo'lsangiz, jarima, taqiq, kredit yoki garov bor yo'qligini biling. Masalan, 20 million so'mlik avtomobilga 10 million so'm oldindan berib qo'yib, keyin mashinada taqiq borligini bilsangiz, pulingizni qaytarib olish alohida muammoga aylanadi. Shartnomada avans yoki zakalat shartlarini aniq yozing. Pulni imkon qadar bank orqali o'tkazing, izoh qismida nima uchun to'layotganingizni ko'rsating. 7-qadam, rasmiy manbalarni kuzating. Men har bir tomoshabinga maslahat beraman. Yangilikni eshitgan zahoti vahimaga tushmang, lekin beparvo ham bo'lmang. Tegishli qonun matni, qaror, nizom yoki rasmiy tushuntirishni ko'ring. Agar tushunmasangiz, mutaxassisdan so'rang. Ayniqsa sizning holatingizda uy, yer, katta pul, bolalar hujjati, chet el safar yoki sud masalasi bo'lsa, o'zimcha qilib ko'raman deyish xavfli. 8-qadam, oilada hujjatlar bo'yicha tartib o'rnating. Har bir xonadonda bitta papka bo'lsin. Pasport nusxalari, tug'ilganlik guvohnomalari, nikoh guvohnomasi, mulk hujjatlari, kadastr, kredit shartnomalari, to'lov cheklari, ishonchnomalar, sud qarorlari, meros hujjatlari. Elektron nusxasini ham telefon yoki bulutli xotirada saqlang, lekin xavfsizlikni unutmang. Begonalarga pasport nusxasi, SMS kod, bank karta ma'lumotlarini bermang. Yangi qoidalar kuchaygan davrda firibgarlar ham hujjatingizni tekshirib beramiz deb aldashi mumkin. 9-qadam, muammo chiqsa, vaqtni yo'qotmang. Ariza rad etildimi, to'lov o'tmayaptimi, tizimda xato bormi? Notarius hujjatni qabul qilmadimi? Darhol sababini yozma so'rang. Nima yetishmayapti degan savolga aniq javob oling. Keyin kerakli hujjatlarni to'plang. Pasport nusxasi, ariza, eski hujjat, yangi hujjat, kvitansiya, ma'lumotnoma, sud qarori, ishonchnoma. Agar idora javob bermasa, yuqori turuvchi organga yoki belgilangan tartibda shikoyat qilish mumkin. Lekin shikoyat ham hissiyot bilan emas, dalil bilan yoziladi. Xulosa shuki, 12 avgustdan keyingi yangi qonun va qoidalarni oddiy yangilik sifatida qabul qilmang. Bu tartiblar hujjat, pul, mulk, safar, qarz, ishonchnoma va davlat xizmatlari bilan bog'liq kundalik hayotimizga ta'sir qilishi mumkin. Kim hujjatini vaqtida tekshirsa, qarzdorligini yopsa, mulkini rasmiylashtirsa, ishonchnomasini to'g'ri yozdirsa va har bir muhim ishni dalil bilan qilsa, o'zini ko'p muammolardan himoya qiladi. Kim keyin ko'ramiz deb yursa. Eng noqulay paytda to'siqqa uchrashi mumkin. Sizdan so'rayman. Sizningcha yangi tartiblar odamlar hayotini yengillashtiradimi yoki aksincha qo'shimcha qiyinchilik tug'diradimi? Fikringizni izohlarda yozing. Agar video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing, yaqinlaringizga yuboring va kanalga obuna bo'ling. Men esa keyingi videolarda ham murakkab qonun va qoidalarni sizga oddiy, tushunarli va amaliy qilib tushuntirib boraman.